Bizni ko'rib turgan barchaga ajoyib yangilik. Gulistonda sentrda do'stlar Stars akademiyasi ishga tushdi. O'z faoliyatini boshladi. Qabul boshlandi. 2 yoshdan 7 yoshgacha qabul qilar ekan. Mana nimalar kerak bo'ladi deganlar uchun mana hujjat. Endi sizlar bilan shart-sharoitlar haqida tanishib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Stars akademiyasi farzandingiz kelajagi shu yerdan boshlanadi. Har bir bola yulduz, biz esa o'sha yulduzni porlatamiz. Stars akademiyasi bolalar bog'chasida farzandingiz mehr va e'tibor bilan tarbiyalanadi. Zamonaviy ta'lim metodlari orqali bilimga qiziqishi oshiriladi. Rasm, musiqa va ijodiy mashg'ulotlar bilan qobiliyatlari rivojlanadi. Nutq, mantiq va ijtimoiy ko'nikmalar bosqichma-bosqich shakllantiradi. Tajribali va mehribon tarbiyachilar, xavfsiz, ozoda va qulay muhit, sog'lom va mazali ovqatlar. Stars akademiyasi bu shunchaki bog'cha emas, bu farzandingizning ilk katta qadami. Hoziroq qo'ng'iroq qiling.